Bu shikolat narxda hovli uy topib qo'ydim. Yer maydoni 15 sotuvdan ziyodroq. Videoga like bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ramiz. Hovli uyimiz Bo'stonliq tumani Qizilsuv qishlog'i Jonboyota mahallada joylashgan. Bochka bilan oraliq masofa 4 kilometr. Yugurib borib Mastovoyga kelsangiz ham bo'ladi. Hovli uyimiz to'g'ri 4 burchak. Yer uchastkasini maydoni 15/24. Yer ajratish to'g'risidagi hujjat bo'yicha 7 sotuv, amalda foydalanayotgan maydon 15/24. Hovli uyimiz shunaqa manzarali joyda joylashgan. Bu tomoningizda ham tog', bu tomoningizda ham tog'. To'g'rimizdagi binoyimiz, eski uyimiz. Bustachab xohlang dacha quring, xohlang uy-joy qiling. Bundan muammo qilmasangiz bo'ladi. Sizga 15 yil tajribaga ega Poor Design arxitektura xizmatlarini tavsiya etaman. Bular sizga loyiha, landshaft, dizaynlarni ko'nglingizdagidek qilib beradi. Ha, aytgancha, hovli uyimizda kommunikatsiyadan muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, opisanda qoldiramiz. Videoga like bosing, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.